Telegram profilingizni ochishlikda mana bunday yoki mana bunday muammoga duch kelayotgan bo'lsangiz, bugungi video aynan siz uchun. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, qadrli obunachilar, sizlar bilan men Ro'zi Muhammad Murodov. Bugungi videomizda albatta shu ikkala muammolarni yechib o'tishlik haqida gaplashib o'tamiz. Videoni boshlashdan avval videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ysangiz, bu men uchun katta qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. O'z aslida mana bu muammo haqida og'zaki gaplashib o'tamiz. Bu muammo ko'pchilik holatlarda ko'pchilik odam yangi sim karta olganda duch kelyapti ekan. Ya'ni qanaqa uni oldingi egasi ishlatgan bo'ladi. Shunchaki Telegramni o'chirib yuborgan bo'ladi yokida email ulaydigan joyi kelgan bo'lsa, email ulamagan bo'ladi. Shunaqa holatlarda kod emailga boradi. Sani davlatingga SMS yuborish pulli, shuning uchun Telegram Premium sotib ol bir haftalik. Biz keyin senga kod orqali SMS yuboramiz degan muammo. Bunisi esa bunisi ham xuddi shunaqa, faqat o'sha odam yoki o'zingiz Telegramni bilmasdan o'chirib yuborgan bo'lasiz. Emailingizni ulab qo'ygan bo'lasiz qachondir. Kod emailga ketyapti. San nomering bor, xolos emailing o'chib ketgan, telefoningni almashtirganingda aynan o'sha emailing yo'qligi tufayli men senga nomerni yuborishlik uchun sen Telegram Premium sotib ol deydi. Siz aytishingiz mumkin, men akkaunt ichida emasman, qanaqa qilib sotib olaman desangiz, sizni do'stingiz, oyingiz yoki dadingiz yoki tanishingiz sizga Telegram Premiumni sovg'a qilish kerak siz akkauntingizga. 3 oylik yoki 6 oylik. Shunaqa payt Telegram Premium olingandan so'ng nomerga SMS bo'lib keladi. Hozir shunchaki bitta gaplashib chiqamiz. Premium olish haqida video tayyorlaganman, YouTube kanalimda ko'rsangiz bo'ladi. Video olish haqida og'zaki tushuntirib o'taman. Agarda sizda ochishlik bo'yicha muammo kelsa, videoni ko'rib ham qila olmasangiz, Telegramdan menga murojaat qiling, albatta o'zim o'rgataman. Ochib berish xizmatlari ham mavjud. Qani bo'lmasam, davom etamiz. Qadrli kuzatuvchilar, mana bunday holatda emailimiz yo'q. Mana buni bossa reset qil deyapti. Resetni bossa 7 kundan keyin o'chib ketishi mumkin, kod kelishi mumkin. Lekin sizlar o'rda bosganinglardan keyin nomeringlar orqali kesinni bossalaring, sizlarga do'stinglar yuborsin deydi. Shunaqa payt nima qilish kerak? Premium botdan gift tugmasini bosasizlarda, bu joydan qabul qiluvchi odamni, hadya qiluvchi odamlarni tanlaysizlar. Tanlab, masalan, Husanboy bo'lsa, tanlaganinglardan so'ng 3 oylik Telegram Premiumni bunga sovg'a qilasizlar. Bu telefondan sovg'a qilganinglardan keyin mana shu Telegraminglar nomer orqali ochiladi, qadrdonlar. Agarda mana bunday muammoga duch kelgan bo'lsangiz, mana bu joyda o'zbekchada ham yozyapti o'zi. SMS haqqi deyapti. Ya'ni sizni davlatingizga SMS yuborishlik uchun bizda pul ketadi. Shuning uchun Telegram Premiumni olsang, rashot bo'lib ketamiz shunda deyapti-da. Bir haftaga Telegram Premium olish. Shuni tugmani bossalaring, bu ham xuddi Premium bot singari mana bunday holatga o'tib ketadi. Mana shunday holatga o'tadi. O'tgandan so'ng bular mana shuni bosasizlarda, mana bu joyda karta ma'lumotinglarni terasizlar. Terganinglardan so'ng 1.25, ya'ni 15 ming yaqin pul yechib oladi. Yechib olgandan so'ng bir hafta premium olinadi va nomeringlarga kod SMS bo'lib keladi, qadrdonlar. Agar shu ikkalasida olishlikda muammo bo'lsa, hozir aytganimdek Telegramdan menga murojaat qilsalaring, o'zim olib beraman. Telegram akkauntinglarni ochishga yordam beraman, qadrdonlar.